Assalomu alaykum. Esingizda bo'lsa, o'tgan darsda biz 7-darsda 150 words every 5th grader should know ro'yxatini tugatgan edik. List 13, list 14, list 15 ni takrorlab olamiz. Cringe. Buni tarjimasini ayta olmagan edim. Xullas, bizga yoqmaydigan qandaydir tovush yoki qandaydir tuyg'u. Dismay. Bu tushkunlik, g'am degani. Evidence. Isbot, dalil. Har doimgidek nimaligini aytishim shart emas, tomoq bloklangan. Express. Ifoda etmoq. Hoist. Ilmoq. Misol gapda ilmoq degan ma'no berilgan edi. Humiliate. Xo'rlamoq. Yerga urmoq. Practical. Ish beradigan, foydali, ya'ni nazariyga teskari qo'ygan edik-a, foydasi tegadigan. Puny, kichik. Seep. Sizib kirmoq, sizib kirmoq. Sizmoq. Sizib chiqmoq so'zi boshqa bo'ladi. Bu kirmoq. Yoki shunchaki sizmoq. Wistful. Bu ham esimdan chiqdi. Xafa edimi, g'amgin edimi? Only one letter separates the two words, but wishful is having sadness. To'g'ri. Xafa degani ekan. Analyze. Tahlil qilmoq. Assume. Deb hisoblamoq. Devour. Paqqos tushirmoq. Tez yemoq. Envious. Hasad qiladigan. Influence. Ta'sir o'tkazmoq. Prohibit. Taqiqlamoq. Pry. Ikkita ma'nosi bor degan edik. Bittasi burun tiqmoq, o'ziniki bo'lmagan ishga burun tiqmoq, aralashmoq. Ikkinchisi atvertka kabi narsalar bilan nimadir ochmoq. Recall, esga olmoq. Mana shu so'zga agar e'tibor bersak, call so'zi bunda o'zak, re esa qayta degan o'zi. Recall, qayta chaqirmoq, ya'ni narsani miyaga, xotiraga qayta chaqirib olmoq, eslamoq. Mana shundayda o'zi. Biladigan narsamizni qayta chaqirib olamiz. Regret. Afsuslanmoq. Ring. Bunisi esimda yo'q. Shuning uchun takrorlaymizda o'zi. Burilmoq. Umuman esimda yo'q edi. Burilmoq. List 15. Confide. Sirlarini aytmoq. Dread. Qo'rquv. Glimpse. Qarash. Uzoq davom etmaydigan qarash. Glisten. Yaltiramoq. Isolate. Alohida qilmoq, ajratmoq. Option. Tanlov. Passage. Matn ma'nosi berilgan edi, qisqa matn. Smirk. Bu ham salbiy ma'noli tabassum, tirjayish, iljayish, ishshayish kabi. Vast. Keng. Visual. Ko'rishga oid, ko'rsa bo'ladigan. Ya'ni rasm, video kabilarni, diagramma kabilarni ko'ramiz. Graphic so'ziga bu o'xshash. Faqat graphic ot edi, esingizda bo'lsa, rasmni o'zi edi. Visual ham ot bo'lishi mumkin, ham sifat bo'lishi mumkin. Ya'ni ko'rishga oid bo'lishi mumkin yoki vizual vosita bo'lishi ham mumkin. Grafik ham sifat bo'lishi mumkin, lekin ma'nosi boshqacha edi. Agar sifat bo'lsa, esingizda bo'lsa, ko'rish qiyin bo'lgan, ko'rishga og'ir bo'lgan qon, zo'ravonlik kabi narsalar ga nisbatan grafik sifat bo'lganda ishlatilar edi. Ot bo'lganda rasmni o'zi, diagramma. Demak, mana ro'yxatlarda shu ketma-ketlikda ketaveramizda. Bundan keyin bizga berilyapti commonly confused words, grade 5.
5 sinf, ya'ni bu ham B1 darajaga to'g'ri keladi. B1 deb aytyapmiz, aslida bu yerda B2, C1 darajadagi so'zlar bor edi. Mana bu yerda biz o'rgangan 150 ta orasida. Wistful so'zi B1 darajaga mos emas. Masalan, coax C1 darajada yoki C2 desa ham bo'ladi. Coax esingizda bo'lsa, nimadir qilishga ko'ndirmoq, undamoq, avramoq deb tarjima qilgan edik. Demak, bu yerda 58 ta so'z bor ekan. 3 ta ro'yxat ekan. Hammasini birdaniga o'rgansak bo'ladi 58 ta so'zni. Commonly confused words, grade 5. Demak, bunda 20 tadan taqsimlangan, oxirgisida demak 18 ta ekan. Mashqlarimiz xuddi o'shanday tarzda bo'ladi. So'zlarni yana misol gaplar bilan o'rganamiz. Commonly confused words, bu nima degani o'zi? Bir-biriga o'xshash bo'lgan so'zlarni biz chalkashtirib yuborishimiz mumkin. O'zbek tilida ham bunga mana shunaqa so'zlar bor. Paronim so'zlar deyiladi. Bular masalan asl va asil degan so'zlar bor, ha? Asl haqiqiy degani, asil eng yaxshi degani. Yoki asr va asir bor. Asr 100 yil, asir esa qo'lga tushgan, urushda yoki boshqa shunga o'xshash voqeada qo'lga tushib qolgan kishi, mahbus, asir. Endi ingliz tilidagi mana shunaqa bir-biriga o'xshash paronim so'zlarni o'rganamiz. List 1 ga o'tamiz. Full list of words from this list. Words only, definitions and notes. Hammasi bo'lsin, o'zi yoqib qo'yilgan ekan. Bare, not having a protective covering. Bare degani kiyimsiz degani. Mana bu yerda aytyapti, himoya qiladigan, yopadigan narsasi yo'q deyapti. The old man's feet were bare, but the sharp stones and pebbles did not trouble him. Qari kishining oyoqlarida oyoq kiyimlari, shipaklar, tuflilar, shu kabi oyoq kiyimlari yo'q edi. Lekin oyoq ostidagi o'tkir toshlar va shag'allar, ya'ni mayda toshlar, pebble mayda tosh degani shag'al, uni bezovta qilmadi. Ya'ni oyoq ostida toshlar bo'lsa ham u o'shalar ustida yuraverdi. The Book of 3 dan olingan ekan. To see more usage examples of bare, click here. Bu yerda bizga bu so'zlar uchun maqolaga havola berilyapti. To learn more about the commonly confused words bare and bare, click here. Mana shu yerda yozilgani bizga yetadi. Qo'shimcha o'rganishimiz shart emas. Biz bu veb-saytdagi hamma ro'yxatlarni, hammasini emas, ko'pchiligini asta-sekin bitta-bitta o'qib o'rganib boraveramiz. Ikkinchisi esa biz o'zimiz biladigan so'z ayiq. A large animal with claws and thick fur. The bears would be hidden away in their dens where they slept soundly all winter long. Ayiqlar o'zlarining inida yashiringan bo'lar edi. Qayerdaki ular butun qish bo'yi soundly, bezovta bo'lmasdan uxlashardi. Little house in the big woods manbasidan olingan. Lay, bu yotqizmoq degani. Gorizontal holatga keltirmoq, gorizontal holatda qo'ymoq. Masalan, dasturxonni stol ustiga yoyganimiz lay bo'ladi, yoymoq, yotqizmoq. She lays a photograph on the counter and spins it in my direction. U counterga, counter degani bu do'konlardagi kassa bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha kassadagi, xullas bu yuzada tekis, usti tekis bo'lgan yuza, do'konlardagi kassa, o'sha usti tekis yuzaga misol bo'lishi mumkin. Yoki oshxonadagi ishlanadigan yuzalar bor. Ya'ni o'sha ustiga taxtani qo'yib, nima deydilar u? Taxtakach deyiladimi? Oshxonadagi
ustida sabzavotlar to'g'raladigan, xullas o'sha oshxonadagi yuzalar, uning ustida biz to'g'raymiz, xamir yoyib manti bo'kishimiz mumkin. Xullas ana o'sha yuzalar counter deyiladi. U rasmni yuza ustiga qo'ydi. Biz aynan qaysi yuza ekanligini aniq bilmaymiz, lekin do'kondagi yuza deb o'ylayapman men. Rasmni o'sha yuza tarjima qila olmayman bu so'zni men. Tushuntirib berdim, o'sha yetadi. Yuza ustiga qo'ydi. Rus tilida hamda поверхность bo'ladi menimcha. Yuza ustiga qo'ydi va rasmni men tomonga burdi, o'girdi. Ya'ni qo'ydi va men uni ko'rishim uchun men tomonga burib qo'ydi-da. Lie esa o'zini o'sha holatga keltirmoq. Lay deyilganda biz boshqa narsani gorizontal holatga keltiramiz. Lie desak o'zimiz gorizontal holatga o'tamiz, yotamiz. Tell an untruth, pretend with intent to deceive. Bu yerda ikkita ma'nosi berilgan ekan. Aldamoq ma'nosi ham bor, lie fe'lining. Ikkalasi ham bu yerda berilgan ekan, ham aldamoq, ham yotmoq. Pretend with intent to deceive. Yo'q, faqat bittasi berilgan ekan-ku. He can't be trusted. Unga ishonib bo'lmaydi. I try to talk to him, but he lies. Men u bilan gaplashishga urinib ko'rdim, lekin u aldaydi. The marvelous dan olingan. Lone. Keyingi ikkita so'zimiz lone. Birinchisi yolg'iz degani, ikkinchisi qarz degani. Being the only one, single and isolated from others. Ahead was a lone street light. Oldinda yolg'iz kechasi ko'chalardagi chiroqlar bo'ladi-ku, ustundagi stalba. Buxoroda stalba deymiz. O'sha ustundagi chiroq bor edi, yolg'iz, bittagina. Casting a yellow circle of light onto the cracked sidewalk. U singan piyodalar yurish yo'liga yorug'lik sochar edi. Ya'ni piyodalar yurish yo'lagi bor-ku, sidewalk. Amerikada sidewalk deyiladi, Buyuk Britaniyada pavement deyiladi. Mana shu narsa. Yo'lning chetidagi piyodalar uchun yo'l, like. Loan. Give temporarily, let have for a limited time. If you need some cash, I can loan you some. Agar senga pul kerak bo'lsa, men senga berib turishim mumkin. Manbasi ko'rsatilyapti va bu yerda manbaga havola berilyapti. Bu degani mana shu manba asosida yaratilgan ro'yxat veb-saytda bor ekan. Buni ustiga bossak, o'sha ro'yxatga o'tadi. U yerda o'sha manbadagi so'zlarni o'rganishimiz mumkin ekan, lekin biz unga o'tmaymiz. Keyingi ikkita so'zimiz mana bular. Lose, yo'qotmoq degani. Loose esa keng degani asosan kiyimlarga nisbatan ishlatiladi. Biz kiyimlarni loose desak, ular teriga yopishib turmaydi-da. Teri bilan kiyim orasida joy bo'ladi. Not yetti birinchi. Fail to keep or to maintain. I have to go. I can't lose this job or my brothers don't eat. Men ketishim kerak. Men bu ishni agar yo'qotsam, meni ishdan bo'shatishsa, mening ukalarim och qolishadi. Demak, bu oilasi uchun pul topishga harakat qiladigan kishi tomonidan aytilgan. The light in hidden places. Not affixed. In the middle of the dirt floor there was a large, fairly deep hole covered over with the loose boards. Demak, qum polning o'rtasida, ya'ni qum pol degani yog'och yoki betondan bo'lmagan, yasalmagan, tayyorlanmagan, shunchaki tuproq bo'lgan polning o'rtasida katta chuqur o'ra bor edi va u o'rani ustiga yog'och qo'yib berkitilgan edi.
Harriet Tubman, conductor on the Underground Railroad manbasidan olingan. Accept va accept. Demak, accept qabul qilmoq degani, accept dan tashqari degani. Receive willingly something given or offered. It doesn't feel right to accept his money too. Uning pulini ham olish noto'g'ri tuyulyapti. Ya'ni bu so'zlovchi kishilar, ya'ni shu kishilar kimdandir bundan oldin nimadir olishgan, undan yana boshqa narsa olish noto'g'ri tuyulyapti ekan. Starfishdan olingan. Except dan tashqari dedik. I had never really owned anything of my own except for Pete's baseball. Men umrimda hech qachon o'zimga tegishli bo'lgan narsa menda bo'lmagan. Pete'ning baseball koptogidan tashqari. Ya'ni men faqat o'zimniki deb ayta oladigan narsam umrim davomida Pete'ning baseball koptogi bo'lgan deb aytyapti. Life is so good. Affect va effect. Bular ikkalasi bir-biriga juda yaqin ma'noli so'zlar. Ikkalasi bir desak ham bo'ladi. Faqat bittasi fe'l, ikkinchisi ot. Bu ta'sir qilmoq, bu ta'sir. Bunisi ta'sir qilmoq, bunisi ta'sir. Have an influence upon. Maybe we should wake the others. This decision affects us all. Balki boshqalarni ham uyg'otishimiz kerakdir. Bu qaror bizning hammamizga ta'sir qiladi. A phenomenon that is caused by some previous phenomenon. His skin tingled and he wondered if it was a side effect of the poison. Uning terisida tingle. Buni qanday tushuntirsa bo'ladi? Tingle. Sanchish desa bo'ladimi? Xullas, mayda sanchishga o'xshagan kichkina og'riqchalar. Uning terisida kichkina og'riqchalar bor edi. Va u bu zaharning ta'sirimi? Side effect o'zi побочный effect degani. Ya'ni kelib chiqadigan, nimanindir ta'sirida kelib chiqadigan boshqa ta'sir, asorat. Zaharning asoratimi deb o'yladi. The House of Hades. The House of Hades. Bu manbani men bilaman. Agar aynan o'sha bo'lsa, Percy Jackson seriyasidagi romanlardan bittasi The House of Hades. Agar aynan o'sha bo'lsa, o'sha bo'lmasa boshqasi bo'lishi ham mumkin. Chunki birdan ortiq sarlavhali, yo'q, bitta sarlavhali birdan ortiq qo'shiqlar yoki kitoblar yoki hikoyalar albatta dunyoda bor. Keyingi ikkita so'zimiz desert. Yo'q, desert bunisi talaffuzi, bunisi desert. Bu desert. Desert, cho'l degani. Desert esa desert, shirinlik. Desert, arid land with little or no vegetation. We have to walk through a desert with no water. Biz suvi bo'lmagan cho'ldan yurib o'tishimiz kerakmi? Ya'ni cho'lning bir tomonidan yurishni boshlab, u tugagunicha yurishimiz kerakmi? Without refuge. A dish served as the last course of a meal. Let's have some of your ice cream for dessert. Kel sening muzqaymog'ingning bir qismini desertga yeymiz. Mana bu manba Nancy Drew degan detektiv bor, detektiv personaj bor. Detektiv obrazlar haqida bilsangiz kerak. Sherlock Holmes, Agatha Christie'ning Hercule Poirot'si va shu kabi detektivlar bor. Nancy Drew o'shalardan bittasi. Bu manbadan ham ro'yxat bor ekan veb-saytda. Father va further. Bu ikkalasi ham bir-biriga juda o'xshash so'zlar. Ikkalasi ham uzoqroq degan ma'noni berishi mumkin. Further esa qo'shimcha degan ma'noni ham beradi. More distant in especially space or time, I shove him away, stepping back farther and farther, well past 5 feet. Men uni itarib yuboraman, keyin orqaga men yuraman.
orqaroqqa yuraveraman, ya'ni orqaga sekin qadam tashlab yuradi. Well past 5 feet. Bizning oramizda 2 metr, taxminan o'zi 2 metr 6 feet bo'ladi, 6 feet bo'ladi. 5 feetdan ko'proq deyapti. Demak, oramizda 2 metrdan ko'proq masofa qolguncha men orqaga yuraman. 5 feet apart. 5 feet apart. Bunisi tanish. O'sha emasmi? Bu haqida kino bor-ku, 5 feet apart. Ha, o'sha ekan rostdan ham. Demak, saraton edimi? Saratonga chalingan kishilar haqida bo'lishi kerak. Buni men o'zim ko'rmaganman. Men, bilasizlarmi, The Fault in Our Stars'ni ko'rganman. Звезды виноваты. Yulduzlar aybdor. Bunisini ko'rganman. Bunisi menga ko'proq yoqadi. Having achieved to or at a greater extent or degree or a more advanced stage. Having achieved this much, I was scared to go further. Shuncha joyga kelgandan keyin men davom etishga qo'rqdim. Ya'ni ko'proq borishga qo'rqdim. Ikkalasi ham aytganimdek, ma'nosi bir xil desak ham bo'ladi. Adopt va adapt so'zlari keyingilari. Adopt asrab olmoq degani, adapt adaptatsiya qilmoq. Ya'ni o'zgartirmoq. Masalan, kitobdan kino olinsa bitta adaptatsiya qilishning turi bo'ladi. Take into one's family. Mr. Jonathan had adopted both her and her brother out of foster care. Janob Jonathan uni va uning akasi yoki ukasini yetimxonadan, mehribonlik uyidan asrab olgan edi. The Stars Beneath Our Feet manbasidan olingan. Adapt, make fit for or change to suit a new purpose. To shorten and adapt Wells's novel, Cock cut its female characters. Wells demak bu yerda bu Gerbert George Wells haqida gap ketyapti bo'lsa kerak. Angliyalik yozuvchi 19-20 asrlarda ijod etgan. U vaqt mashinasi, sayyoralar urushi, hozir The War of the Worlds, dunyolar urushi ekan. Ko'rinmas odam kabi romanlarni yozgan. Ilmiy fantastika, science fiction janrida yozgan. O'sha kishi haqida gap ketyapti deb o'ylayman. Wellsning romanini qisqartirib adaptatsiya qilish uchun Koch degan kishi, bu yozuvchi, rejissyor bo'lsa kerak yoki ssenariy yozuvchisi bo'lsa kerak, undagi o'sha asardagi ayol personajlarni qoldirib ketgan ekan. Spooked degan manbadan olinibdi. Capital va capital. Bunisi poytaxt degani, a seat of government yoki bosh harf degan ma'nosi ham bor. Capital esa bu hukumat binosi. Hukumat binosi. Bular ham ma'no jihatdan bir-biriga yaqin. Ikkalasi ham muhim joy nomi hisoblanadi. A seat of government. I circle all the capitals that start with a B. Men B harfi bilan boshlanadigan barcha poytaxtlarni belgilayman. Boise, Baton Rouge, Bismarck, and of course Boston. Capitol, a building occupied by a state legislature. The silver and white Capitol building was flying the Alabama state flag and the stars and bars of the Confederate banner. Demak, kumush rang va oq rangdagi hukumat binosi, hokimiyat binosi Alabama shtati bayrog'ini hilpiratayotgan edi. Ya'ni bino tashqarisiga Alabama shtati bayrog'i osilgan edi. U shamolda hilpirab turardi. Va konfederatsiya banneri. Ya'ni bu ham bayroqqa o'xshagan narsa o'zi. O'sha bannerning
stars and bars. Xullas, o'sha rasm ko'raylik yaxshisi. Mana shunaqalar. Mana shunga o'xshaydiganlar. Bannerlar. Ya'ni shu shakldagi devorlarga osiladiganlari bo'ladi-ku. Yaxshi. Takrorlab olaylik. Demak, B kiyimsiz, B ayiq. Lay yoymoq, vertikal gorizontal holatga keltirmoq. Lie esa yotmoq degani yoki aldamoq. Lone yolg'iz, lone qarz. Lose yo'qotmoq, lose keng. Accept qabul qilmoq, accept dan tashqari. Effect ta'sir qilmoq, effect ta'sirni o'zi. Bu yerdagi so'zlar hammasi B1 darajani o'zida ekan. Yuqori so'zlar bu ro'yxatda hozircha ko'rmadik. Bunisida bor edi deb aytdik, bu yerda yo'q. Desert, farther, further ikkalasi ham uzoqroq degan ma'noni beradi. Adopt asrab olmoq, adapt adaptatsiya qilmoq. Capital poytaxt, capital esa hukumat, hokimiyat binosi. Endi mashqlarni bajaramiz. Practice. Bear means to men fikrimni o'zgartirdim. Yaxshisi list 2 bilan list 3 ni ertaga o'rganaylik. Chunki va'da bergan edim, bundan keyin videolarim qisqaroq bo'ladi deb. Bear means to. Bu yerda bear so'zining boshqa ma'nosi kelyapti. Nega bunday bo'ladi har safar? Chunki mana bu alohida ro'yxatlarni alohida odamlar tuzganda, ya'ni bu yerga ular o'zlari bitta izohni tanlab olishgan, misol gap tanlab olishgan. Mana bu mashqlar esa bularni boshqa alohida odamlar tuzgan. Ikkalasini ikkita alohida odamlar tuzgani uchun bu yerdagi izoh bilan misol gap mashqdagisiga to'g'ri kelmaydi. Bu yerda bear chidamoq degani. Cause to be born yo'q, bu yerda dunyoga keltirmoq degan ma'nosi kelgan ekan. Xullas, ingliz tilida so'zlarda amonimlik ko'p. Amonimlar ko'p ingliz tilida. Bir-biriga aloqasi bo'lmagan birdan ortiq ma'noli so'zlar amonimlar deyiladi. Effect means a phenomenon that is caused by some previous phenomenon. Well done. Loan means the temporary provision of money, usually an interest. Something given for victory or superiority in a contest, the sum charged for riding in a public conveyance, compensation for an insult or injury. Wonderful. Dessert. Sweet, application, grain, delicacy. Sweet. Desert means to yo'q, bu yerda bunisi ham dessert deb talaffuz qilinadi. Fe'l bo'lyapti chunki fe'l bo'lganda desert qoldirib ketmoq, tashlab ketmoq degani. Leave in order to join an opposing cause, country or army. Accept means to admit into a group or community. Wonderful. If something has affected your heart rate, which of the following has not happened? Agar sizning yurak urishingizga nimadir ta'sir qilgan bo'lsa, bulardan qaysi biri sodir bo'lmagan? Your heart rate has stayed the same. Mana shu sodir bo'lmagan. Your heart rate has increased. Yurak urishingiz oshgan bo'lishi mumkin. Your heart rate has suddenly stopped beating. Yoki yurak to'xtab qolgan bo'lishi mumkin. Your heart rate has decreased. Yurak urishi sekinlashgan bo'lishi mumkin. Lay means to put in a horizontal position. Super. Capital means
Large alphabetical character used in writing or printing. Bu yerda capital so'zining bosh harf ma'nosi berilgan. Terrific. Who would most likely work in a capital? Hukumat binosida kim ishlashi mumkin? Hairdressers, legislators, firefighters, professors. Albatta, qonun chiqaruvchi kishilar. Bir tekshirib olaylik. Legislator qonun chiqaruvchimi rostdan ham? Bu yerda o'zi ochiq turgan ekan, shuni nega ko'rsatmadi? Legislator. Someone who has the power to make laws or belongs to an institution that makes laws. To'g'ri. Qonun chiqaruvchi. Kishilar. Yaxshi. Spelling bee. Bear. Qaysi misol gapga qaraymiz. The old man's feet were bare. Affect. Effect. Further. Lie. He can't be trusted, but he lied. Adapt. Lose. Capital. Accept. Dessert. Accept. Farther. Adopt. Capital. Dessert. Bear. Lay. Loan. Loose. Yaxshi. Bugungi darsimiz mana shu yerda tugadi. Keyingisigacha xayr.